Sen, siz japa tatib qaldinglar baqada. Voy yo'q, herkes unda demisli. Biz degan qidinaz tutsak. Anisi. Yaxshi misli bo'lib qoptikansizlar. Herkes unda. Balının qol qag'amsam qanday bo'ladi? Herkes unda demisli. Çay demlep jiray, biz bir yal içip bakalım. Yo'q, hech kim yo'q. Bir aram bo'lar damlar ya. Yo'q, doktorxonaga chirib chiqqaningizni hal o'nglab qoldim. Hocam, men bek ensitib ketdim. Dada, ana. Nima keldi? Ha? Men ishtonini yo'qlab kelganman. Meni ishib boqamlikda deb kelgan. Man, bu bizim anne üyen yapıyor. Üzen işlet. Senin neyin maksatı kelganligini bilmay qolamdim men. Ko'tar. Maqsad men Qayla bala. Ma dadangni pek tün-gün doktorxonadan aran muşinchilik qilib uyga chiqib oldim. Dadang ensir etmey. Kite balam jo'qma. Ya men Anisi acayip bir gap oldu. Muşu goy mendin ensiremda, ha? İşte meni qag'avatqanda qachon o'laki deb. Ya dada, ana men sizlarni haqiqiy yo'qlab keldim deyim bilgan. Bala. Bir chiroyli to'yongni qilib qo'ydik. Mashina debding, mashinamni eppadik. Tijorat qilay debding, topgan taginimizni sana besmey qilib seppadik. Hemmini vayron qilib o'ltading. Endi bizda hech nima qolmadi balam. Mush dadangni ishkimizni, qirg'an jenimizni bir amonimizni yosh qilib qo'ya balam. Ketam mana. Ya dada, ana men haqiqiy chin ko'nglimdan ishtonini yo'qlab keldim bilgan deyman. Qala. Kızıma bana ilgilikni. Yoğan sonkısıda çıktal bizimle ekilip mendin yanıp bizim ündürmek bunun hıyanı sen kaçan düşünersen kotan kaçan düşünersen. Oldu yapma. Benim balam balıp kaptı gelse her baktı. Allah'ımdan işlet. İkinci kızım görme. Çıkarıydı. Dada, ana. Ben burun işgal arasında yüz gelemeydiğen nur koşulunu kıldım. Qaysı günü oğlumdan okutkucusu oğlumga tapşırık veripdiken anam da anam putqonlarini tutib qo'yganlar. Ular siz uchun nurg'un jafolarni chekdi. Ularga mehribonlik yetkazmasanglar bo'lmaydi deb topshiriq beribdi. Mening balam ushaq tushak binosi ilm deb bergan pullarning hammasini yig'ib menga bir chaplaq akibdi. Putqolam, bel putlarim og'riydi, shu chaplaqni chaplagandan beri hamma yerim yaxshilab ketdi. Ben sizler qilib qo'ygan ishlarimdan nihoyatda o'kindim. Meni kechiringlar. Shu bugun ataydan ishkonliga bu chaplaqni ishlatib boqqandek deb keldim. Meni kechiringlar. Beni kechir o'tin. To'g'ri yo'lni tanlab mansam, bizim oxirgi ömrümüzde xotirjam yashaymiz bala. Dada, ana. Ko'zim to'ymas, ko'ngil qonmas, mana armon yo'q dunyo, mana armon